Men hozir bekorga O'zbekiston bayrog'ini oldida emasman. Chunki men hozirgi gapim butun O'zbekistondagi tadbirkorlarga tegishli. Agar siz o'zingizni Xitoydagi yuklaringizni Xitoydan O'zbekistonga bilmayman qanaqa yo'l bilan olib kiryapsiz-u, lekin Best Logistics bilan bir marta bo'lsa ham aloqaga chiqib narxlari va xizmat ko'rsatish tartibini aniqlamagan bo'lsangiz, unda siz hali to'laqonli tadbirkor darajasigacha chiqmagan inson ekansiz. Chunki har bir tadbirkor o'z manfaatini va unga xizmat ko'rsatuvchi boshqa kompaniya bera oladigan imtiyozlari-yu servis darajasini bilishi shart. Va bu servis darajalarini yuqorisini xohlamagan tadbirkor afsuski tadbirkor bo'la olmaydi. Siz hoziroq ekrandagi raqamga aloqaga chiqib, Best Logistics sizni yuklaringizni qanaqa tarzda O'zbekistonga olib kelishi va bu uchun qancha haq olishini aniqlab oling. Agarda siz hozir ishlayotgan kargo yoki logistika kompaniyadan qulayroq va eng asosiysi sizga yoqimliroq taklif bera olmasak, unda sizni bizaga qaytib aloqaga chiqmasligingizdan xafa bo'lmaymiz. Lekin ishoning, siz bizaga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin nafaqat qayta qo'ng'iroq qilasiz, balki biza bilan hoziroq shartnoma qilgis kelib qoladi. Ishonmayapsizmi? O'zingiz aloqaga chiqing.